have an army of digital soldiers, but we have what we call citizen journalists. And so the American people decided to take over the idea of information. They took over the idea of information, and they did it through social media. Stuck to the plan, always said that we would stand up, never ran. We the family, loyalty never change up. Been down since day one, look at where we came from. Jumping out on anybody who try to say something. One thing about it, got a problem, I got the same one. Money rolls, we fold, plenty clubs, we close. Follow the same code, never turn our backs, so cars don't even lose control. Shot, everything rides on tonight. Even if I've got 3 strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I ride or die to be played with because it can get dangerous. See, I ride or die people I ride with. This moment, we own it. This moment, we own it. I ride or die for mine. I'm ride or die material. One life to live, so here we go. This moment, we own it. Siz internetni qanchalik tushunsiz? Endi hammamiz bilamiz. Internet nihoyatda qulaylik, tez, bir bilim olimiga o'xshash butun savolingizni javoblay oladi. Biz internetni tushunamdik, bilib ishlatamdik deganda yo'q. 60-70% Uyg'ur buni yuzaki tushunmay ishlatadi. Masalan, Facebook, Instagram, YouTube va boshqa detallarga kirib xabar ko'rish, paranglashish, g'ayvat qilish, vaqt o'tkazish, ko'ngil ranjitish, xo'sh qilish qatorliq ishlar bilan o'zini internet ishlatdim, tushunaman deb o'ylaydi. Amaliyotda bularning hammasi vaqt o'tkazishdan boshqa narsa emas. Bizning yashayotgan yer sharimiz bir dunyo bo'lsa, internetmi o'ziga ayrim bir dunyo. Masalan, xakerlarni hammamiz bilamiz yoki anglagan. Biz dunyomiz bo'lgan yer sharida yashayotgandek, ularmi o'zining dunyosida o'z mujodalasi bilan oldiradi. Biz Uyg'ur millati bu tor dunyosini tushunmay turib, buning ichida yashab qololmaymiz. Hozirgi vaziyatda internetda nima ish qila olamiz? Taraqqiyot raketadek uchayotgan vaqtda bizning tor ichida vaqt o'tkazib o'tiradigan vaqtimiz emas. Birinchi, ikkinchi dunyo urushi qurol yaroq bilan bo'lgan bo'lsa, uchinchi dunyo urushi internet, media urushi. Ammo buni qabul qiladiganlar sanoqliq. Qabul qilmasak bo'lmaydigan ishning birisi, biz Uyg'ur millati bugungi dunyo urushi ichida va nihoyatda muhim rollik salohiyatda dunyoga tunilyapmiz. Buning hammasiga mushu tor, media bevosita sabab bo'ladi. Chunki uzun yillardan yoqi Uyg'ur davosining ilgarilamasligimi Xitoyning xabar media kontrolligi sababidan bo'ladi. Bugungi kunda bu tor, internet bo'lmasa bizning ishlarimizga 70 yildan 70 o'tib ketishi mumkin. Dunyoga chiqilganligimizning foydasi nihoyatda ko'p. Dunyoning har yerida turib milliy urushga qatnashish, tarixiy ahvol. 5G davrida tor ulashmaydigan yer yo'q. Urushda qurol tuta oladigan yoki tutolmaydiganlar bor. Qurol tutishni biladiganlar Uyg'ur davosiga ta'sir ko'rsatadigan uchur, video, xabar, kanal, hisob nomerini shikoyat qilish, tor yuzida shundaq narsalarni oshkorlash orqali o'zimizning tor sistemasini barliqqa keltira olamiz. Har bir fuqaroning jon qilish salohiyati bo'ladi. Mayli siz nerdalan bo'ling, tor yuzida Xitoyga qarshi turing, siz bir milliy qahramon.